Siz qanaqa usta bo'lishidan qat'iy nazar sizga mashinasi kerak bo'ladi baribir. Ko'ryapsizlar, bu yig'iladigan eshak, ya'ni kajol. Xunroq so'z bo'lsa ham, lekin ishi yaxshi buni. 270 lik. Xona siz bo'yingiz necha? 170. 170 bo'lsa, men 1 metr, yo'q 270 lik ishi bajarilyapti. Qo'lingizni ko'tarsangiz 3 nechidirga ham yetadi. Endi agar siz bo'yingiz baland bo'lsa, 3,5 metrgacha mana shu eshak bilan ishingizni bitira olasiz. Mo'mog'da mana shunaqa eshaklar kerak bo'lgan bo'lsa, Andijondan aloqaga chiqishda iltimos mashina qo'yib bering deydi. O'zligingiz ishlab chiqarishyapti. Videoni ustiga chanishingizni jo'natib qo'ying. Pastda nomerlaringizni qoldiraman. Aloqaga chiqinglar, foydalaninglar. Undan tashqari o'rtoqlar buni рабочий stol qilib ishlatsanglar bo'ladi. Kafinchilik sayqallasa bo'ladi. Malarlar ustida bemalol sepsa bo'ladi chiqib olib, santexnik, elektrik, suvoqchi farqi yo'q. Mana bizda даже brigadada bitta emas, ikkitalab olib qo'yilgan. Ishlaydi bu bunaqa narsalar. Nech pulga oluvdingiz? 400 mingga oldim. 400 ming shu paytda. Hozir ishlab chiqaruvchidan olsangiz, primoy, bundan ham ancha arzonga olasiz-da. Xullas, aloqa qilinglar, qilib berishadi. Bratishkalar.